Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan suvchechakni uy sharoitida qanday davolash kerakligi haqida ko'rib o'tamiz. Dastavval suvchechak o'zi qanday yuqadi? Varsella zoster virusi orqali yuqadi. Shuni bilishingiz kerak. Bu viruslar orqali yuqadigan. Ya'ni bu havo yo'li orqali nafas olayotgan paytingizda, aksirayotgan paytingizda, gapirayotgan holatda suvchechak yuqishi mumkin. Bundan tashqari pufakchalar yorilgan holatda ham bir-biriga ishlagan holatda ham yuqishi mumkin bo'ladi. Suvchechakni uy sharoitida osongina davolash usulini ko'rib o'tamiz. Dastavval suvchechak chiqdimi, bu yashirin davri bo'ladi. Ya'ni bu 3-7 kun holatda, yashirin davr holatda kechishi mumkin bo'ladi. Toshma chiqdimi? Toshma chiqqandan keyin birinchi dastavval qizarish bo'ladi. Qizargandan keyin toshmada pufakchalar hosil bo'ladi. Pufakchalarda keyinchalik 1 kun, 2 kun o'tgandan keyin atrofida suv hosil bo'ladi. Suv hosil bo'lgandan keyin toshmalar tezda 1 kunda yuzga, tanaga, qo'l, oyoqqa, atrofiga, boshlarga, sochlar atrofiga ham toshmalar toshishi mumkin bo'ladi. Toshma paydo bo'ldimi? Birinchi navbatda isitma bormi? Isitma 38-39 holatda bo'lyaptimi? Shu holatda parasetamol tabletka yoki svicha holatlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi holatda toshma paydo bo'ldimi, ya'ni pufakcha bo'lyaptimi, bu yerga nimalar mumkin emas. Bu toshma bo'lgandan keyin spid, yod yoki qo'li tekkizish umuman mumkin emas. Bu holatda oddiygina fukartsin tomchisi orqali toshmaga qo'yamiz va bu holat 2 mahal yoki 3 mahal 5 kundan 7 kunga toshmaga qo'yish kerak. Ikkinchi holatda toshmalar toshgan, undan tashqari toshmalarda qichishlar, yosh bolalar qo'l bilan tekish shart emas. Bu holatda oddiygina dori, diazolin tabletkasidan foydalanamiz. Diazolin yosh bolalarda diazolin foydalanayotgan payt 2 mahaldan kuniga berishga. Loratadin tabletkasi bo'lsa, bu asosan 24 soatga ta'sir doimligi ega, bu bir mahal ta'sir qiladi. Bir kunda bir mahal ichish kerak. Ikkinchisi asiklovir, asosiy dori vosita hisoblanadi. Asiklovir bu virusga ta'sir qiladi. Ya'ni herpes viruslariga birdaniga ta'sir qiladi. Shuning uchun asiklovir tabletkasi 0,4 mg dan chiqadi. Kuniga 2 mahaldan 7-5 kungacha bemalol ichishingiz mumkin. Bu ham yoshga nisbatan ichiladi. Endi agar organizmda isitma 38-39 2-3 kundan oshdimi, o'sha holatda amoksiklab yoki azithromycin tabletkasidan ichishimiz kerak bo'ladi. Bu amoksiklab oladigan bo'lsak, bu serob yosh bolalarda kattalarga tabletkasi. Azithromycinni ham xuddi shunday yosh bolalarda bo'ladigan bo'lsa, parashoklari, kattalarda bo'ladigan bo'lsa, tabletkasidan ichish kerak bo'ladi. Nima uchun ichish kerak? Ikkilamchi infeksiya, bakteriya qo'shilish oldini olish uchun bu antibiotik qo'llash kerak bo'ladi. Bundan tashqari siz nimalar ichish tavsiya qilinadi? Bunda sizlarga suyuqlik, ya'ni orso organizmi ko'proq suv ichish kerak. Undan so'ng qaynatilgan suvlar ko'proq va guruch shullalar ichish tavsiya qilinadi. Nimalar mumkin emas? Ya'ni bunday holatda sizga mumkin emas. Qovurilgan go'shtlar mumkin emas, sitrus mevalar mumkin emas va suvni tekkizish mumkin emas. Bugun sizlarga uy sharoitida suvchechakni davolashni o'rgatdim. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.